Assalomu alaykum. Siz endi qo'yib boqmoqchimisiz? Erta bozordan qo'y olasizmi? Yo qo'y olgansiz-u o'smayaptimi? Avval qo'y boqib ko'rmaganmisiz? Har kunlik yemini yeydi, yemishini yeydi, suvini ichadi. Lekin qo'yingiz na o'sadi, na semiradi. Sababi oddiy. Siz bizni Instagram, Facebook, TikTok, YouTube kanalida to'lig'icha videoni kuzatib boring. Hech ham zarar qilmaysiz. Obuna bo'lib qo'ying, like ham bosib qo'ying. Qo'yingiz nega o'smayapti? Bir oy o'tyapti ham o'smaydi. Gijjalarga qarshi dorisini berdingiz. Suvi, yemishi, yemi, hamma narsa yaxshi. Lekin qo'y na semiradi, na o'sadi. Sababi oddiy. Bilib oling va oxirigacha videoni ko'ring. Qo'yingizni nasli yaxshi bo'lmasligi mumkin. Genetik jihatdan o'zi nozik tug'ilgan bo'lsa, qo'yingizni o'zgarishi qiyin. Yana oddiygina sababi, siz yangitdan qo'y oldingiz, ena bola qo'yma, yo qo'chqormi, go'shtlik uchun. Avvalgi o'sgan joyida, tug'ilgan joyida, avvalgi egasinikida deyik, it bo'lmagan. Qo'y xotirjam, sokinlikda o'tini yeb, yemishini yeb yurgan. Sizni uyingizga keldi, bir emas, 3-4 ta itingiz bor. Qo'ylar bundan hurkadi va yesa ham, suvini ichsa ham xotirjamlik yo'qligidan na semiradi, na o'sadi. Siz dorisini bergansiz, lekin qo'yingiz xotirjam emas. O'shanda qo'ylarga ta'sir qiladi. Qo'ylarga har doim beda bering. Qo'ylarga magniy yetishmasa o'smaydi, semirmaydi. Quruq o't yesa, xashak yeydi, bo'ldi. Yem ham bermaysiz, bug'doy bermaysiz, arpa bermaysiz. Qo'yingizni o'sishi sekinlashadi. Xarajat qilsangizgina, qo'ylarga e'tibor bersangizgina yaxshi natijaga, yaxshi pulga chiqasiz. Oylar davomida e'tiborsiz qolgan qo'y sizga yaxshi foyda qoldirmaydi. Molga qaraysizmi, qo'ygami, parrandagami, albatta biti kanasi, dorilari, jigar o'pkasiga dori, qo'ylarda asosan jigar o'pkasiga e'tiborli bo'ling. Gijjalariga qo'yingiz natijaga chiqadi.